Bu meni nimalarim. Ana bu mana kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir apatni odam ekaningizda xudo. Hay, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsadi o'ting, maqsadi. Ha endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga ketdik, yo narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelamdik. Ha bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Ha? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan? To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Borki turgoqan. Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi. Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz o'zi to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu kulyeradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana shu sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzolmaysan? Mana uruyli bor-ku, nima aytdi uruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa siz rostdan ham katta qara nima? Oysiy janob